Men bu shirlikni ko'chalarda sotiladigan arishkilarni mazasiga o'xshatib bordim. Issiqqina choylar bilan rosa zo'r ketadigan bu shirlikni tayyorlash uchun arzimagan narsalar ketar ekan. Xamir uchun un bilan margarinni krujka holatiga keltirib olib, tuxum sarig'i va 3 qoshiq qaymoq bilan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamir qorish jarayonida doimo har doim aytadigan gaplar esimga tushib ketdi. Xamir qorilgan idishing top-toza bo'lsin, xamir qorilganga ham o'xshamasinlar dedilar. Xamir umuman tindirish shart emas, xuddi videodagi qilib qoliplarga joylab, duxovkaga ustilar ochiq qizil bo'lguniga chuyib boramiz. Agar oyim shu choynini ko'rganlarida aniq olib misrga o'tvorgan bo'lardilar. Men esa sizlarga Bavini super effektini ko'rsatish uchun atalab shunaqa darajani kutib o'tirdim. Hozir ba'zilar kommentariyga yozishi mumkin, bu narsa oddiy changi soda bilan ham ketadi deb. Lekin sizni changi soda va cho'tkalaringiz yetib bormaydigan joylarga Bavi yetib borib, choyningizni yeyib-yengidek qilib qo'yadi. Siz ham albatta foydalanib ko'ring. Bu yerda shirligimiz ham tayyor bo'ldi. Agar shu retsept bilan qiladigan bo'lsangiz, xamiringiz umuman qolib yopishmasdan chiqadi. Ustalarni variantni zugushnka hamda bodom bilan bezatib olamiz. Shirligimiz tayyor, retsept yoqamiz 10 tomonda yurichani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'ying. Har kuni foydali retseptlar joylashda davom etaman.